O'zim pachoni chiqaraman. Voy ana. Pachoq qilib tashladim, ko'rdingizmi? Buni apparatda bundoq qilib tursak. Ana. Voy. Voy. Voy aka. Nima bo'ldi? Kraskasi erib ketib qoldi-yu, chiqmadi-yu. Aka, bu pachoqda hech qanaqa apparat chiqazib bera olmaydi. Faqat professional usta bo'ladigan bo'lsa, yaxshi quruchokda chiqarsa bo'ladi. Bu apparatda hech qanaqa chiqazib bo'lmaydi, aka. Voy, tavba qilmayman. Kraskasini yirtib tashladim, bosib tursa erib ketar ekan. Voy, sharmanda. Bitta like bosib qo'yib, bunaqa o'z boshimcha tajriba qilish kerak emas ekan. Necha yillik professional pachoqlarni chiqaradigan, Ibrat akani tanisinglar kerak. Oldin ham nechta mashinalarimizdan oldin qilib berganlar. Yarim soatlarda qilib tashlaganingizni ko'rib aka shokka tushgan edi. O'zingiz endi qilmasdan ustalarga ham o'rgatishni boplabsiz aka. Ha, xudo xolasa aka, butun SNG bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha shogird qabul qilamiz. O'zi 2 oydan beri kamida bir 10-15 ta shogird olib qo'ydik. 3 ta tochkamiz bor. 3 ta tochkaga bo'lib berganmiz. Xudo xolasa shogirdlarning hammasini o'rgatib, ko'pi bilan 6 oyda usta qilib chiqarishga harakat qilamiz. Ibrat aka, mashina sohasida ham ko'p sohalarda suvda tushganda, Shunaqa aka. Tuning sohasida, lekin pachoq bo'lish, qadar sohasida hech qachon suvda tushmaydi, chunki doim pachoq bo'ladi. Nimada suvda tushgansam, tuning ana yangi apparaturalar qo'yish pashti yuvib ketyapti-da. Hamma mashina hozir navaroti bilan chiqyapti. Lekin bu soha bo'lmaydi. Ko'p professional zo'r ustalarni bilaman, kimgadir o'rgatishga, sirini ochishga cho'chishadimi yoki konkurent bo'lib qoladi deyshadimi aka? Siz nima bunaqa ko'p shogirdlarga o'rgatishdan maqsad? Maqsad aka, hozirgi kunda bu ishimizda kelajagi bor. Mashina ko'paygan sari bu ishga xohlaysizmi ham ish tushadi. O'shaning uchun biz o'zimiz bilan olib keta olmaymiz hunarimizni. Ko'pchiligi manfaatli bo'lishligi uchun shogirdlarga o'rgatamiz aka. Ko'proq yaxshiroq pul topish kerak. Ko'plar chetga chiqib pul ishlagandan ko'ra, o'zimizning joyda kamida 3-4 ming dollar o'rgangandan keyin pul topa oladi aka, bemalol. Rostagazim Rossiyaga ketgan taqdirda ham uzoq ming dollar atrofida pul topishadi. Misol uchun, meni fikrim, balki zo'r topar. Lekin aynan mana shu sohani aytaylik, 6 oy o'rganing, 1 yil o'rganing, mayli professional 2 yil o'rganing, shu yerda O'zbekiston sharoitini o'zida kamida bir 3 ming dollar topadi-da ustalar. Kamida topadi. Siz o'zingiz ham bilaman, mashinalaringiz doim to'la turadi. Chunki siz professionalsiz, necha yillik klient bazingiz bor. Shunaqa aka. PDR Center Uz mabodo profilini qoldiraman. Yangi joy ochibdi. Agar sizni jiyanlaringiz, bolalaringiz bo'lsa, olib kelsangiz, mana shunaqa professional usta qilib erinmasdan o'rgatishadi. Va mashinalaringiz bo'lsa, olib kelsangiz, ishoning, professional pachoqlaringizni chiqarib tiniq qilib berishadi. Lokatsiya Magic City tomondan mana Humo Arenaga kiriladi-yu, shundoq kirganingizda chap qo'lda 5 etajli parkovkani 1-etajda joylashgan. Sentr joyda. To'g'ri kelaverasiz.